Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida, Rishton shahridamiz. Xo'p, avval ko'rsatib o'tgan xonadonimiz bu tomonga oldingi videolarda ko'rgansizlar. 50 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib bergan edik. Juda ko'p bahs munozaralarga ham sabab bo'lgan, juda baland bo'lib ketibdi. Shamolda uchib ketadi degan gap so'zlar ko'p bo'lgan, lekin Xudoga shukr unaqa bo'lgani yo'q, chunki biz ishonchimiz komil bo'lmasa obyekt topshirmaymiz bunaqa qilib. Endi qo'shnilariga 20 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib berdik. Panellarimiz Jinko 620 vatli. Pastda invertorlarimiz joylashuvlari bor. Mana shunaqa materiallar o'zlaridan bo'lgan, mana bunaqa baquvvat temirlardan qilingan. Endi yurib olishdi ozgina imkoni yo'q, sababi mana shiferlar eskirib ketgan, yursak sinib ketmasin deb mana bitta joydan turib syomka qilyapman, sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Pastda hozir invertorlarimiz, shitlarimiz joylashuvi, batga 380 deymiz o'zimiz tilda 3 fazali счетчикlarni qo'yib berganmiz, bir fazadan 3 fazali tarmoqqa almashtirib berganmiz. Pastda hozir quyosh elektr stansiyamizni ishga qo'yib qo'yganmiz. Sizlarga yana ham batafsilroq ko'rsatib o'taman. Pastda invertorlarimiz joylashuvi bu. Invertorimiz Sangro ishga qo'yib qo'ydik mana. Buna qilib zashtalari bilan shitlarini yiqqanmiz, uzib, zazimlanish ishlari hammasi amalga oshirilgan. Invertorlarimizni shunday qilib chiroyli qilib o'rnatganmiz. Invertorimiz umumiy quvvati 25 kW. Hop, 20 kW quyosh elektr stansiyamizni ishga qo'yib, xonadon egalariga obyektimizni topshiryapmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, uzoq vaqtli tanaffus bo'lib qoldi. Quyosh elektr stansiyalarini ko'p joylarda bitirdik, faqat o'zimiz vaqtlarimiz bemalol bo'lmaganligi uchun sizlarga ko'p ishlarimizni taqdim qila olmadim. Xudo xolasa bir boshdan qo'yib boraman hammasini. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.